Salom odamlar, sizlarning navbatdagi videomni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kommentariyada so'rovlar paydo bo'libdi va men bu so'rovlarni eshitdim va shu videoni olishni boshladim. Bu video nima haqida bo'ladi? Bu video sizlar so'raganinglardek individual instructions, ya'ni individualniy instruksiyalar, ya'ni bitta o'yinchiga individual tushuntirishlar berib o'tasiz. Ya'ni topshiriq berib qo'yasiz. Qisqa qilib aytganda, bu qanaqa bo'ladi? Mana individual instructionsga kirgandan keyin bu yerda 4 ta narsa turadi. Offense 1, offense 2, defense 1, defense 2. Bular nima? Bular hujum 1-2 topshiriqlari va himoya 1-2 topshiriq rejalari. Bu qanday ishlaydi? Hozir ko'rib o'tamiz. Birinchisida ana offense 1ni ko'rsanglar, birinchi bo'lib defensiv turibdi, ya'ni himoyaviy topshiriq bu. Bitta o'yinchi, mana yashilda turgan, belgilab qo'yilgan o'yinchiga deyapti, shunday topshiriq berasiz, u oldinga chiqib ketmaydi, ya'ni hujumga push qilmaydi deyapti. Xo'p, bunga bitta qo'yib ko'ramiz. Kim bor? Roberto Carlos bor. Buni hamma biladi. Roberto Carlos oldinga chiqib ketib qolishi yomon. U oldinga chiqib ketgandan keyin qarshi hujumda o'sha qanot bo'shab qoladi. Shuning uchun biz Roberto Carlosni agar shu yerga kirib tanlab qo'ysanglar, o'sha Roberto Carlos chiqib ketmaslik topshirig'ini oladi. Ya'ni joyida qoladi. Hujumga kamdan kam chiqadi. Biz Roberto Carlosni tanladik. Endi ikkinchi offense 2 ga kiramiz. Bunda aytayapti, shu qanotdagi o'yinchingiz deyapti, sal oldiroqda o'ynaydi deyapti. Mana strelka bilan belgilab qo'ygan. Shu o'yinchi odatdagidan ko'ra oldiroqda o'ynaydi deyapti. Bu yerda wingerlar bo'lmaydi. Bu yerda winger bo'lmaydi. Bu yerda mana o'rtada o'ynaydiganlar bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin wingerlar bo'lmaydi. Wingerlar shundoq ham o'zi oldida o'ynaydi. Xo'p, uchinchisi bu anchoring. Bunda aytayaptiki, mana to'p uchun deyapti, hamma o'yinchingiz bir tomonga nima deydi, fokus qilib bir tomonga yig'ilib qolayotgan paytda deyapti, mana yashilda belgilab qo'yilgan o'yinchi joyida qoladi deyapti. Ya'ni bu men offensiv, pastdagi offensiv menga kerak emas, o'rtadagi, chunki wingerlarim o'zi tez qochadi, shuning uchun men uchinchisini belgilayman. Bunda Bellinghamni belgilab qo'yaman. Nimaga? Sababi boshqa o'yinchilarim o'sha to'p raqib komandadaligida o'shanga qarab ketib qolib joylarni ochib qo'ysa, Bellingham o'rtani yopadi. Shuning uchun. Endi nihoyat defense 1 ga o'tamiz. Defense 1 bu himoyaviy, birinchi reja. Mana bu tepada turgan ikkita o'yinda o'zida bo'ladi. Biz uchinchidan boshlaymiz. Counter target. Bu yashilda belgilab qo'yilgan o'yinchiga bu belgilab qo'ysangiz shu o'yinchini, u hujumda qoladi. Ya'ni kevormaydi himoyaga. Bu Cristiano Ronaldo hayotda ham shunaqa, o'yinda ham shunaqa, oxirida qoladi va qarshi hujumda effekt beradi. Van der Vaartni belgilasak ham bo'ladi, lekin Ronaldoni belgilashni men maslahat beraman. Yoki agar hujumda Messi bo'lsa, Messi yoki Nistelrooy belgilab qo'ysanglar bo'laveradi. O'sha yerda joyida qoladi, himoyaga kelmaydi. Qarshi hujumda bu asqotadi. Kerak bo'lsa, shuni kirib belgilab qo'yishinglar mumkin shu yerdan. Va defense 2. Bunda deep line'ni ko'ramiz. Deep line nima degani? Deep line bu Valverde taktikasi. Nima? Himoyadan hujumga, box to box. Sizni jarima maydonchangizdan raqib komandaning jarima maydonchasiga borib kelib yuradi. Bu Saka bo'lishi mumkin, Valverde bo'lishi mumkin, Carvajalmi, Ben White'mi, kim bo'lsa ham agar belgilab qo'ysangiz, hujum bo'lgan paytda oldinga chiqadi, himoyada oldinga обязательно, orqaga обязательно qaytib keladi, himoyaga yordam beradi. Agarda sizda o'sha qaysidir krayiz himoyasi nima deydi, sust bo'lsa, zaif bo'lsa, shuni belgilab qo'ysangiz, kimdir orqaga qaytib yordamga keladi himoyaga. Kimni belgilash mumkin bu yerda endi? Deylik Ribery'ni, qanaqadir staminasi kuchliroq o'yinchini belgilab qo'ysa bo'ladi. Ribery yoki bo'lmasam Maradonani ham staminasi kuchli, uncha-munchaga charchamaydi. Maradonangiz bo'lsa, Maradonani belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Va endi men sizlarga mana bu o'yinning ichida ko'rsatadiganlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman shu yerda. Tight marking. Bu nima degani? Raqib komanda qaysidir o'yinchiga to'pni oshirmoqchi bo'lsa, cross bilan sizni himoyachingiz o'shani ta'qib qiladi. Bilsanglar, crossda o'yinchi qochadi. Mbappemi, Viniciusmi, Leaomi, kim bo'lsa ham qochgan paytda sizni o'sha belgilab qo'ygan o'yinchingiz o'sha qochgan o'yinchini ta'qib qiladi.
izmas. Buni o'yinni ichida belgilaysiz. Kim ko'proq qochib ketyapti, Mbappe qochib ketyaptimi raqib komandada belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Va ikkinchi bu man marking. Bunda ham xuddi shunaqa kimga oshirmoqchi bo'lsa, oddiy pas bilanmi, cross bilanmi raqib komandada mana rasmga e'tibor beringlar, oshirmoqchi bo'lyapti. Strelkada sizni qizil o'yinchingiz turibdi-da, o'shani orqasida turibdi. Qachon raqib komanda o'sha sherigini tanlab to'pni oshirgan paytda sizni o'sha o'yinchingiz xalaqit beradi, to'pni olib oladi. Juda ham zo'r bu individual instructionlar, to'g'ri so'rashdi muxlislar va mana sizlarga qanaqa qilib ishlatishlar, nimaga kerak, hammasini tarjima qilib ko'rsatib berdim. Va men mana shularni tanlab qo'ydim. Siz o'zingiz o'yinchilaringizga qarab tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Qaysidir himoyachingiz oldinga chiqib ketsa, mana bu tanlab qo'ysangiz, mana bu Carlos o'rniga o'sha joyida qoladi yoki bo'lmasa mana anchoringga kimdir belgilab qo'ysangiz, o'sha pozitsiyasini yo'qotmaydi, to'pga qarab ketib qolmaydi, joylarni bo'sh qoldirmaydi va counter targetga qo'yib qo'ysangiz, orqaga kelib olmaydi, himoyaga yotib olmaydi. Hujumda ham qanaqadir effekt beradi. Eng yaxshi himoya bu hujum hisoblanadi. Shuni bilib olinglar. Va mana bu Van der Vaartmi yoki kelinglar shuni Ribery qilaylik. Riberymi belgilab qo'ysangiz, ham himoyaga, ham hujumga borib kelib yordam beradi. Qaysi sizni zaif nuqtangiz bo'lsa, o'sha zaif nuqtalaringizni shu individual instructionlar bilan yopib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni menejerlar shunaqa qiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Aytgancha, kimda yana savol yoki takliflar bo'lsa, kommentariyada kutaman. Albatta o'sha savolingizga javob berib o'taman yoki tushunmagan joyingiz bo'lsa ko'rsatib o'taman.